Demek boshidagi o'quvchilar, bugungi darsimizda asosan sizlar bilan birgalikda oraliklar usuli, ya'ni bu usul bo'yicha ratsional tengliklarni ham ko'rib o'tishimiz kerak. Demak, oraliklar usuli deyilishiga sabab, ya'ni o'sha berilgan tenglikni birinchi navbatda siz bilan biz ishorasini aniqlashimizga to'g'ri keladi. Demak, uni ishorasini aniqlaganimizdan keyin kechagidek agar 0 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, uni manfiy oraliklarni, agar u 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, musbat oraliklarni olishimizga to'g'ri keladi. Demek boshladik o'quvchilar, e'tibor berib qo'yinglar. Misollardan boshlashimiz tushuntirish maqsadida. Aytaylik x minus 2 taqsim, aytaylik x minusdan 6 kichik yoki teng 0. Mana bunday ko'rshdagi ratsional tenglik keldi. Ana endi bu tenglikda demak siz bilan biz oraliklar usuli bo'yicha yechadigan bo'lsak, nima qilishimiz kerak? Buni ratsional tenglikka o'xshatib, suratlarni 0 ga, mahrajlarni 0 ga teng emas qilishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, shu ishni qiladigan bo'lsak, yaxshilab e'tibor beringlar o'quvchilar. Demak, x minusdan 2 ni 0 ga tenglatganmiz. 2x minus 6 ni esa teng emas 0 ga deyishimizga to'g'ri kelar ekan. Tushundingizmi? Agar mana bu 2x minus 6 0 ga teng deydigan bo'lsangiz, bu aniqmaslikka uchrab qoladi. Shuning uchun suratni 0 ga teng deymiz ekan, mahrajni 0 ga teng emas qilar ekanmiz. Natijada yaxshilab e'tibor beringlar, x imiz demak birinchi qiymatda 2 ga teng. Mana bu tenglamamizni aytadigan bo'lsak, x imiz teng emas ekan, demak 3 ga. Ana endi bularda demak siz bilan biz oralikni ajratib turuvchi sonlar yoki chegaralarni batashimiz mumkin. Xo'p, nima qilishimiz kerak? Bularni sonliqda joylashtirib olamiz. Qiymatiga nisbatan o'quvchilar 2, qiymatiga nisbatan 3. Ana endi yaxshilab e'tibor bering. Bizning tengligimiz ishorasi noqat'iy bo'lganligi uchun bo'yalishi kerak chegaralar. Qaysi chegara bo'yaladi desa, mana bu 2 degan chegaramiz bo'yaladi, lekin mana bu nima qilmas ekan? Bo'yalmaydi. Chunki bu mahrajdan chiqqan chegara bo'lganligi uchun ham demak nima qilmas ekan? Bo'yalmas ekan. Tushunarlimi? Xo'p, demak mana bu 2 ni bo'ya olishimiz kerak ekan, 3 ni nima qilmas ekanmiz? Bo'yamas ekanmiz. Tushunarlimi? Nima bo'ladi? Endi mana shu joyda doimgidek o'quvchilar mana bu tomondan plus, minus, plus mana shunday ko'rishda olamiz. Endi yaxshilab e'tibor bersangiz, mana bu ifodamizni demak ishorasini aniqlab oldik siz bilan biz. Endi nima qilishimiz kerak? Ishorasini aniqlab olganimizdan keyin endi bu narsa 0 dan kichik bo'lishi kerak ekan. Tushunyapsizmi? 0 dan kichik bo'lishi uchun buning ishorasi nima bo'lishi kerak? Manfiy bo'lishi kerak. Demak, mana bu shtrixlangan sohamiz yechim sohasi vazifasini bajarar ekan. Demak, holatda yechim x tegishli o'quvchilar demak 2 dan boshlab mana e'tibor bering, 2 kirganligi uchun kesma qavsni ishlatyapman. 2 dan 3 gacha 3 nima qilmas ekan o'quvchilar? Kirmas ekan. Shu misolimizga tushundingmi? Tushunmadingmi? Tushundingmi? Xo'p, endi navbatdagi misol ko'taradigan bo'lsak, navbatdagi misolimiz masalan e'tibor bersangiz x kvadrat minusdan 4x plusdan 3 taqsim aytilaydi. Mana bu joyda 4x minusdan 24 mana bunday ko'rishda tenglik kelib, katta yoki teng 0 dan mana e'tibor bering, mana ratsional tenglik keldi. Albatta buni ham oraliklar usuli bo'yicha yechadigan bo'lsak, birinchi masala demak suratni 0 ga teng, mahrajni 0 ga teng emas qilishimiz kerak. Ya'ni o'quvchilar x kvadrat minusdan 4x plusdan demak 3 ni 0 ga teng va 4x minusdan 24 ni 0 ga teng emas qilar ekanmiz. Natijada mana bu kvadrat tenglama, bunga y teramas qo'llasak, yechimlarimiz necha bo'ladi? 3 bilan demak bor. Demak, x imizda birinchi qiymatda mana ko'rsatgan bo'lsak, demak bu ikkinchi qiymatimiz nechaga teng ekan? 3 ga teng bo'lar ekan. Tushunyapsizmi? Xo'p, mana bu tenglamani yechadigan bo'lsak, 4x imiz demak teng emas ekan 24 ga, x imiz esa teng emas ekan 6 ga. Xo'p, ana endi demak birinchi, ikkinchi va uchinchi demak bizda bor yo'q 3 ta chegara bor ekan. Demak bularni o'quvchilar sonliqda joylashtirib oladigan bo'lsak, mana bunday qilib, demak qiymatiga nisbatan 1, qiymatiga nisbatan 3 va qiymatiga nisbatan 6 tengligimiz ishorasi noqat'iy bo'lganligi uchun bo'yaladi. Faqat suratdan chiqqan chegaralarni bo'yaymiz, mahrajdagilarni esa bo'yamaymiz. Tushunadingmi? Agar mahrajdagilardan bo'yaydigan bo'lsak, bu narsa aniqmaslikka olib kelib qoladi. Demak, bu holatda 6 bo'yanmas ekan, mana bu demak 3 bilan demak 1 da bo'yashimizga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, bo'yaydigan bo'lsak, mana bunday oraliklarga ajralib ketar ekan o'quvchilar. Demak, mana bu tomondan plus, minus, plus, minus mana shunday ko'rinishda bo'lib ketar ekan. Xo'p, ana endi bizga 0 dan katta yoki teng deyapti. Mana bu ifodani ishorasini aniqlab oldik siz bilan biz. Endi bu ifodamiz 0 dan katta yoki teng bo'lishi, albatta buning ishorasi qanday bo'lishi kerak o'quvchilar? Plus bo'lishi kerak. Demak, mana shu shtrixlanayotgan sohalar demak biz uchun yechim sohalari vazifalarini bajarar ekan. Demak, bu holatda yechim oladigan bo'lsak, o'quvchilar x tegishli, ya'ni x ana shu sohalarga tegishli 1 dan 3 gacha demak ikkalasi ham nima qilar ekan? Kirar ekan. Demak 1 dan o'quvchilar 3 gacha ikkalasi ham kirdi, birlashgan
6 kirmaydi, 6dan qayerga qarab ketadi o'quvchilar? Cheksiga qarab ketadi. Demak, 6dan qayerga ketar ekan? Cheksiga qarab ketar ekan. Demak, mana bu tekstimiz yechimi. Demak, 1dan 3 gacha va 6dan cheksigacha ko'rinishda bo'lar ekan. Tushuntira oldimmi? Qamaling tushundingmi o'quvchilar? Xo'p, navbatdagi misolga o'tamiz. E'tibor beringlar. Navbatdagi misolimiz x kvadrat minusdan xo'p, aytaylik 5x plusdan 6 taqsim o'quvchilar, e'tibor bering, x kvadrat minusdan 5x plus 6 taqsim x kvadrat minusdan demak 100 katta yoki teng 0 dan mana bunday ko'rsatib tengsizlik keldi. Endi bunga ham yechim beradigan bo'lsak, albatta suratimizni 0 ga, mahrajimizni 0 ga teng emas qilishimiz kerak. Xo'p, xuddi shu ishni qiladigan bo'lsak, x kvadrat minusdan demak 5x plusdan 6 0 ga teng va x kvadrat minusdan demak 100 ni 0 ga nima qilishimiz kerak ekan? Teng emas qilishimiz kerak. Xo'p, endi nima bo'ladi? Mana shu joyda x ni birinchi qiymati o'quvchilar necha bo'ladi? Necha bo'ladi? 2. Demak, x ni ikkinchi qiymati nechaga teng bo'ladi? 3 ga. Mana bu qiymatlar necha bo'ladi o'quvchilar? 10 bilan, minusdan 10. Demak, x imizda demak 3-chi qiymati 10, x imiz 4-chi qiymati esa nima ekan? Minus 10. Endi bular mahrajdan chiqarish uchun bulardan nima bo'ladi o'quvchilar? Teng emas belgisi bo'lar ekan. Xo'p, ana endi nima qilish kerak? Son o'qida joylashtirib olamiz bularni o'quvchilar. Mana bunday ko'rishda oladigan bo'lsak, endi nima bo'ladi? Demak, qiymatiga nisbatan birinchi minus 10 keladi, undan keyin 2 kelar ekan, undan keyin 3 va 10 kelar ekan. Tekstligimiz ishorasi noqat'iy bo'lganligi uchun suratdan chiqqan chegaralar bo'yaladi. Demak, 2 bilan 3 ta bo'yab olar ekanmizda. Demak, mana e'tibor bering. Minus 10 bilan 10 mahrajdan chiqqan bo'lganligi uchun bularni nima qilamiz o'quvchilar? Bo'yamaymiz. Xo'p, ana endi mana shu joyda mana bu bunday ko'rinishda oraliqlarga ajratadigan bo'lsak, musbat oraliq, manfiy oraliq, musbat, manfiy va musbat mana bunday oraliqlarga ajrab ketar ekan. Xo'p, ana endi sizga 0 dan katta yoki teng deganligi uchun siz doimiy musbat oraliqlarni olishingizga to'g'ri keladi. Endi mana bu musbat oraliqlarni oladigan bo'lsangiz o'quvchilar, yechim nima bo'ladi? Minus cheksizdan o'quvchilar minusdan 10 gacha, minus 10 kirmas ekan, birlashgan o'quvchilar 2 kirganligi uchun 4-chek qaror solamiz. 2 dan demak 3 gacha, 3 ham kirar ekan, birlashgan 10 kirmas ekan, 10 dan boshlab qayerga ketar ekan? Cheksizga. Xo'p, bu misollar juda ham oddiy misollar edi. Menimcha hammadan tushunding. Xo'p, endi davom ettirishimiz kerak. O'quvchilar yaxshilab e'tibor bering. Keyingi ko'radigan misolimiz x kvadrat plusdan 2x plusdan 10 taqsim. Tushunyapsizmi? X kvadrat plusdan 2x plus 10 taqsim aytaylik x kvadrat minusdan 4 kichik yoki teng 0 dan mana bunday ko'rsatdik kvadrat tengsizlik, ratsional tengsizlik keldi. Ana endi bu ratsional tengsizlikda men biroz oldin aytdimki, o'quvchilar suratni 0 ga tenglash kerak, lekin mahrajni 0 ga teng emas qilish kerak. Xuddi shu ishni qiladigan bo'lsak, demak x kvadrat plusdan 2x plusdan 10 ni 0 ga teng va x kvadrat minusdan 4 ni 0 ga teng emas qiladigan bo'lsak, mana buni yaxshilab e'tibor bersangiz, mana bu kvadrat chiqadimizda diskriminant 0 dan kichkinami? Kechagi darsimizda aytdikki, agar diskriminant 0 dan kichkina bo'lsa, bunda yechim yo'q deyishga shoshilmang. Diskriminant 0 dan kichkina bo'lgan vaziyatda bu yo doimiy musbat bo'ladi yoki doimiy nima bo'ladi? Manfiy bo'ladi. Xo'p, buni hozirgi holat bo'yicha baholaydigan bo'lsam, bunda diskriminant 0 dan kichkina, a 0 dan katta. Demak, mana bu kvadrat chiqadim. Doimiy nima ekan? Musbat ekan. Tushunyapsizmi? Xo'p, doimiy musbat, ya'ni musbat bo'ladigan bo'lsa, bu bilan ishimiz bo'lmaydi. Mana bu mahraj bilan ishimiz bo'ladi. Xo'p, ana endi nima qilish kerak? Mana shu joyda agar bu doimiy manfiy bo'lganda nima bo'lar edi? Hozir doimiy musbat bo'lganligi uchun nima bo'ladi? Agar doimiy musbat bo'lsa, bunga e'tibor bermaysizlar, mahrajni o'zini ishlab qo'yaverasiz. Agar bu narsa doimiy manfiy bo'lsa, tengsizlik ishorasini nima qilib qo'yish kerak? Ag'darib qo'yish kerak. Chunki tengsizlikni manfiy songa ko'paytirganda yoki bo'lganda tengsizligimiz ishorasi nima bo'lib ketadi? O'zgarib ketadi. Xo'p, ana endi hozir bu doimiy manfiy bo'lganligi uchun mana buni yechadigan bo'lsa, x ni birinchi qiymati teng emas nechaga o'quvchilar? 2 ga, ikkinchi qiymati teng emas ekan nimaga? Minusdan 2 ga. Demak, x sonimiz plusdan va minusdan 2 ga nima bo'ldi? Teng bo'lmay qoldi. Xo'p, ana endi bularni nima qilish kerak? Doimiy son o'qida joylashtiramiz o'quvchilar mana bunday ko'rinishda. Minusdan demak 2 bilan 2, albatta ikkalasi ham marhamaydi o'quvchilar, bo'yamaydi. Chunki bular mahrajdan chiqqan chegaralarda, tushunyapsizmi? Xo'p, nima qilamiz? Endi mana shu joyda mana bunday qilib o'quvchilar oraliqlarga olsak, musbat oraliq, manfiy oraliq va musbat oraliq. Ana endi tengsizligimizni kayfiyatini mana bu ishorasini aniqlaganimizda 0 dan kichik yoki teng bo'lganligi uchun
bo'lganligi uchun biz qaysi oralikda olishimiz kerak? Manfiy oralikda olishimizga to'g'ri keladi. Demak, x tegishli o'quvchilar minus demak 2 dan qayergacha bo'lar ekan? 2 gacha bo'lar ekan. Mana shunaqangi misollar kelsa ishlay olamizmi o'quvchilar? Hamma tushundimi? Endi xo'p, biz yaxshilab e'tibor beringlar-da. Mana bu joyda plus minus yoki plus minus ketyapti-da. Har doim hamma misolda ham ketaveradi mana shunaqa narsa. Masalan, e'tibor bersangiz plus minus ketaverar ekan. Yo'q, hozirgi holatdagi misollarda ketyapti. Endi qachongacha mana shu narsa davom etadi, ya'ni plus minus ketaveradi mana shu sikl bo'yicha desa, o'quvchilar qachonki bu joyda surat va mahrajdan chiqadigan chegaralar bir xil bo'lmaguncha ketaveradi. Tushundingizmi? Ya'ni surat bilan mahrajdan chiqadigan chegaralar bir xil bo'lmasa ketaveradi. Ya'ni bu degani suratdan chiqqan son bilan mahrajdan chiqqan son bir xil bo'ldimi? Endi shoshmay plus minus qilgan. Unda sal biroz boshqacha bo'ladi. Masalan, misol sifatida ko'rib beraman. Yaxshilab e'tibor beringlar o'quvchilar. Aytaylik x kvadrat minusdan 5x plusdan demak 6 taqsim o'quvchilar aytaylik x kvadrat minusdan 9 katta yoki teng 0 dan mana bunga ko'rsa tengsizlik keldi. Ana endi nima qilish kerak? Buni yechmoqchimisiz? Nima qilasiz? Suratni 0 ga tenglashingiz kerak. Xo'p, x kvadrat minusdan 5x plusdan 6 ni 0 ga teng qilasiz. Hammalar tushunyapsizlarmi o'quvchilar? Xo'p, nima bo'ladi? X kvadrat minusdan 9 ni 0 ga nima qilish kerak? Teng emas qilish kerak. Mana buni yechimlari necha bo'ladi? Necha bo'ladi? 2 bilan 3. Xo'p, mana buni yechimlarichi? Minusdan 3, 3 shundaymi? Endi yaxshilab qarasiz, bu ikkalasi bir xilmi? Mahraj bilan suratdan bir xil chegara chiqdimi? Endi shoshilmay plus sal boshqacharoq bo'ladi. Xo'p, son o'qida bitta, ikkita, uchta nuqta kerak ekan-a? Mana e'tibor bering, mana shu joyda bitta, ikkita va uchta. Qiymatiga nisbatan -3 mi? Birinchi -3 keladi. Xo'p, undan keyinchi 2, undan keyin 3. Endi to'xtaylik. Tengsizlik ishorasi qat'iy noqat'iy. Noqat'iy. Demak, qaysilar bo'yalari suratdan chiqqanlar. Mahrajdan chiqqanlar nima qilmaydi? Bo'yalmaydi. Xo'p, 2 bilan 3 ni bo'yayman desa, 3 mahrajdan ham chiqib qolganda, demak bo'yamas ekan. Tushundingizmi? 2 bilan 3 ni o'zi asli bo'yashim kerak, lekin 3 mahrajdan ham chiqib qolganda. Tushunarli? Demak, 2 ni o'zini bo'yarkanman, 3 ni nima qilmas ekanman? Bo'yamas ekanman. Xo'p, endi qarang. Yaxshilab tushunib oling. Mana bu oraliq plus deysiz har doim. Tushundingizmi? Plus deysiz. Endi surat bilan mahrajdan chiqqan son qaysi? 3. Qaysi? 3. Sal e'tiborli bo'lib turinglar. Qaysi ekan? 3. O'sha atrof bir xil ishora bo'ladi. O'sha surat bilan mahrajdan chiqqan sonning ikkala atrofi bir xil ishora bo'ladi. Ya'ni mana bu 3 midi bir xil bo'lsa, mana plus bo'lsa, mana plus bo'ladi. Agar mana bu yer minus bo'lsa, mana minus bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Demak, surat bilan mahrajdan chiqqan son bir xil oralikda nima qilib turar ekan? Ajratib turar ekan. Xo'p, mana plus. Endi bu minus, bu plus ketaveradi. Plus minus bu tomonga ketaveradi. Faqat o'sha sonning ikkala atrofi nima bo'lar ekan? Bir xil ishora bo'lar ekan. Tushunarlimi? Xo'p, ana endi qarang. 0 dan nima deyapti? Katta deyaptimi? 0 dan katta bo'lish uchun qaysi oralikda olishimiz kerak o'quvchilar? Qaysi oralikda? Plus oralikda olishimiz kerak. Xo'p, plus oralikda oladigan bo'lsak, mana bu ishtaxlangan sohalar yechim sohasi bo'ladimi? Demak, yechim nima ekan? Minus cheksizdan minusdan nimagacha? 3 gacha birlashgan 2 kiradi. 2 dan qanchacha? 3 gacha. Birlashgan 3 dan cheksizgacha. O'quvchilar savollar bormi? Tushundingmi? Yana bitta mana shunaqa misoldan baktor ko'raylikmi? Demak, boshlaylik. Qaranglar, navbatdagi misol. X kvadrat minusdan 7x plusdan demak 12 taqsim. Tushunyapsizlar? Taqsim x kvadrat minusdan 16 kichik yoki teng 0 dan. Mana bunday ko'rsa tengsizlik keladi. Xo'p, doimgidek suratni 0 ga tenglaymiz, mahrajni 0 ga teng emas qilamiz. Endi hali yozolmaymiz maydalar. Buni 0 ga tenglasak, nechini chiqadi o'quvchilar? 3. X ni birinchi qiymati nechi? 3, ikkinchi qiymati 4. To'g'ri, shundaymi? 3 bilan 4 chiqdi. Mahrajdanchi? Minusdan 4. Demak, ikkalasi uchun bir xil son nima bo'ldi? 4. Demak, 4 atrofi nima bo'ladi? Bir xil ishora bo'ladi. Xo'p, ana endi son o'qida mana bunday joylashtiradigan bo'lsak, yaxshilab e'tibor beringlar. Demak, qiymatiga nisbatan -4, 3, 4. Endi ishorasi noqat'iy bo'lganligi uchun suratdan chiqadiganlar bo'yalishi kerak. 3 bilan 4, lekin 4 mahrajda ham bor. Demak, 4 ni bo'yaymiz. 3 ta o'zini nima qilar ekansiz? Bo'yar ekansiz. Xo'p, mana bunday oraliklarga ajratsangiz, plus mana bu 4, to'g'rimi?
Atrofi nima bo'lishi kerak? Bir xil ishora bo'lishi kerak. Plus, minus, plus bo'ladi. Tushundingmi o'quvchilar? Xo'p, endi qarang, shu yerda mana buni ishorasi noldan nima deyapti? Kichkina deyaptimi? Qaysi oraliqda olish kerak? Demak, mana bu oraliq biz uchun nima ekan? Yechim bo'lar ekan. Demak, x tegishli nima bo'ladi o'quvchilar? Minus 4 dan 3 gacha. Minus 4 kirmaydi, minus 4 dan qayergacha? 3 gacha. 3 nima bo'lar ekan? Kiradi ekan. O'quvchilar tushundingmi, tushunmadingmi? Tushundingizlar? Endi navbatdagi misolga o'tamiz. Tushunayotgan bo'lsangiz yaxshi. Xo'p, navbatdagi misol x minusdan demak 2 ning kvadrati, x minusdan demak 3 taqsim, x minusdan 5 katta yoki teng 0. Mana bu tenglikdir. Endi mana bunday ko'rinishda masalan qavsdan tashqari juft darajalar kelsa, bunda ham hushyor bo'ling. Tushundingizmi? Demak, juft darajalar kelsa, toq daraja kelsa, unchalik e'tibor qaratmay qo'yaverasiz, lekin juft daraja kelsa, bularga e'tibor berishingiz kerak. Xo'p, doim ishlaveramiz, har birini ichini nolga nima qilib chiqishimiz kerak? Tenglashimiz kerak. Buni ham ichini nolga tenglaymiz, buni ham ichini nolga tenglaymiz, buni nolga teng emas qilamiz. Xo'pmi? Xo'p, qiladigan bo'lsa o'quvchilar, x minusdan 2 nolga teng, x minusdan demak 3 nolga teng, x minusdan 5 nolga nima bo'ldi? Teng emas bo'ldimi? Hamma tushunyaptimi o'quvchilar? Xo'p, mana bu joyimizda x imiz teng nima chiqdi? 2, x imiz teng nima ekan? 3, x imiz teng emas ekan nechiga? 5 ga. Hamma tushundi? Endi mana shu joyda o'quvchilar bularni nima qilish kerak? Stol o'qida joylashtirib olishimiz kerak mana bunday qilib. Xo'p, joylashtirsak, qiymatiga nisbatan 2, 3, 5. Endi qaysilari kiradi o'quvchilar? Tenglik ishorasini oqatdik-ku. 2 bilan 3 o'rtamiz, 2 bilan 3 kiradi. 5 nima qilmaydi o'quvchilar? Kirmaydi. Endi ishorasini aniqlashda buni ham hushyor bo'ling, minus bo'lmaydi. Qaysi sonni darajasi juft bo'lsa, qaysiga kiradi? O'shaning atrofi bir xil ishora bo'ladi. Ya'ni mana bularga o'xshagan bo'ladi. Qaysida daraja bor edi? 2 da. Demak, 2 ning atrofi nima ekan? Bir xil ishora bo'lar ekan. Demak, xo'p, oraliqlarga ajratadigan bo'lsak, o'quvchilar mana bunday qilib, demak, mana bu ikkimiz atrofi nima bo'ladi? Bir xil bo'ladi. Plus, minus, plus bo'lar ekan. Tushundingmi? Nima uchunsa bunda juft daraja bor ekan, o'shancha. Tushuntira oldimmi? Xo'p, yaxshi. Endi bu 0 dan nimasini olgan deyapti? Katta yoki tengni olgan deyaptimi? 0 dan katta yoki teng bo'lishi ishorasi nima bo'lishi kerak buni? Plus bo'lishi kerak. Demak, mana bu ishtiroklangan sohamiz nima ekan? Yechim sohasi bo'ladi. Endi yechim olishga yaxshilab e'tibor bering. Minus cheksizdan 2 gacha desam, 2 dan 3 gacha desam ham bo'laveradi, lekin 2 kirib turibdi-ku. Minus cheksizdan 3 gacha desam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Chunki 2 nima qilyapti? Bo'yalyapti. Agar 2 bo'yalmaganda nima bo'lardi o'quvchilar? 2 yozib. 2 ni chiqarib yuborardik. Demak, minus cheksizdan 2 gacha o'quvchilar, 3 gacha degani. Demak, minus cheksizdan nimaga ekan? 3 gacha birlashgan 5 dan qayergacha bo'ladi o'quvchilar? Cheksizgacha bo'ladi. O'quvchilar tushundingmi, tushunmadingmi? Xoslar bilan birgalikda o'quvchilar nima qilishimiz kerak? Men o'zim ma'ruza misollarim bor. Bu misollar bilan prosta shu mavzuni bir marta ko'rib chiqib oldik. Xudo xolasa o'sha ma'ruza misollari bilan yanada buni kuchaytirishimizga to'g'ri keladi. Tushunadingmi? Xo'p, o'quvchilar, maxsus misollar bor. Demak, shulardan ko'rib o'tishimiz kerak. E'tibor beringlar, bizga mana bunday ko'rinishda x minusdan 2 ko'paygan, x minusdan demak 1 ning kvadrati ko'paygan, x minusdan 3 mahrajda x minusdan 2 ning kvadrati ko'paygan, x minusdan 4 katta yoki teng 0 mana bunday ko'rinishda tenglik kelib, shartida tenglikning eng katta manfiy butun yechimi eng kichik musbat butun yechimiga nisbatan topilgan. Demak, bu tenglikni yechib olishimiz kerak oldin. Endi yaxshilab e'tibor beringlar, misolimizda mana bu yerda daraja kelyapti. Endi mana shu darajaning qiymati toq yoki juftligiga e'tibor qaratib qo'yishingiz kerak o'quvchilar. Agar daraja masalan 3-5-darajalar kelib bo'lsa yoki 7-9-darajalar kelsa, ularni xohlasangiz chalib qolmaslik uchun o'chirib olsangiz ham bo'laveradi bu narsani. Chunki toq darajalar manfiy qilib chiqarib beradi, musbat qilib chiqaradi. Endi agar daraja 2, 4, 6, 8 shunaqangi darajalar kelsa, bularga hushyor bo'ling, chunki bular juft darajalar, daraja xossasida asos manfiy bo'lganda daraja juft bo'lsa nima qilib beradi? Musbatga aylantirib beradi, manfiy son. Shuning uchun bularga ozgina hushyor bo'lishimiz kerak. Xo'p, hozir nima qilamiz? Suratda har birini 0 ga tenglaymiz, mahrajning ichida 0 ga nima qilmasligimiz kerak? Teng emas. Demak, buni ham 0 ga teng, buni ham 0 ga teng, buni ham 0 ga teng. Buni 0 ga teng emas, buni ham 0 ga nima qilmasligimiz kerak? Teng emas. Endi siz savol tug'ilishi mumkin. Mana bu darajalar, yo'q bu darajaga e'tibor qilmay qo'yaverasiz.
Faqat o'sha yechim olayotganda e'tibor bersangiz bo'ldi. Tushunarlimi? Demak, boshladik. O'quvchilar x minusdan 2 ni 0 ga teng, x plusdan 1 ni 0 ga teng, x minusdan 3 ni 0 ga teng qildi. Ya'ni suratdan chiqqanlar. Endi mahrajdan chiqqanlarcha x plusdan 2 ni teng emas 0 ga, x minusdan 4 ni teng emas 0 ga qo'ysak bo'ladimi? Yaxshi ko'rinyaptimi o'quvchilar? Qara yoki kichkina bo'lib qolgani yo'qmi? Xo'p, ana endi nima bo'ladi? Mana shu joyda x imiz teng ekan 2 ga, o'quvchilar x imiz teng ekan minusdan 1 ga, x imiz teng ekan 3 ga, x imiz teng emas ekan minus 2 ga, x imiz teng emas ekan 4 ga. Demak, bor yo'qi bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta nima bor ekan bizda? O'sha oraliqni ajratib turuvchi sonlar bor ekan. Ana endi bu oraliqni ajratib turuvchi sonlardan ikkitasi daraja bor ekan. Bu darajalar x plus 1, ya'ni mana bunday chiqqan ekan. Mana shuni atrofi bir xil ishora bo'lar ekan va x plus 2 mana bunday bo'lar ekan. Demak, mana shuni ham orasi shu bir xil oraliqni nima turar ekan? Ajratib turar ekan. Nima uchun desa, chunki bularning darajalari nima ekan? Juft bo'lganligi uchun. Xo'p, endi mana shu joyda o'quvchilar soni qilib joylashtirsak, mana bunday ko'rinishda 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta va 5 ta. Qiymatiga nisbatan birinchi bo'lib minus 2 keladi, undan keyin minus 1 keladi, o'quvchilar 2 keladi, 3 keladi va 4 keladi. Tengsigimiz ishorasi noqat'iy bo'lganligi uchun suratdan chiqqan chegaralar bo'yaladi, ya'ni 2 minus 1 3 bo'yalar ekan. 2 o'quvchilar minusdan 1 va 3. Mana shular nima qildi? Bo'yaldi. Ana endi minus 1 mana bunday ko'rsatib belgi qo'yib qo'yapman. Shuni atrofi bir xil ishora bo'ladi va minus 2 buni ham atrofi nima bo'lar ekan? Bir xil ishora bo'ladi. Xo'p, ana endi e'tibor berib turinglar o'quvchilar, misolga mana bunday ko'rinishda ketdi. Musbat har doim nima bilan boshlanadi? Musbat bilan. Hamma tushunyaptimi? Xo'p, manfiy, musbat, manfiy. Men aytdimki, bu bir xil bo'ladi, nima? Buni atrofi bir xil bo'lsa, mana bu ham bir xil bo'ladimi? Bu ham demak nima bo'lar ekan so'zdan? Manfiy bo'lar ekan. Tushundingmi nimaga buni bo'lishini? Ana endi sizga tengsizlikni 0 dan nimasini olib bergin deyapti o'quvchilar. Katta yoki teng. Bu oraliq qaysi bo'ladi? Plyuslik oraliq bo'ladimi? Xo'p, mana bu oraliqlar demak nima ekan? Yechim oraliq. Endi yaxshilab tushunib oling, nima bo'ladi? Demak, mana bu yerda 2 dan nimagacha bo'ladi o'quvchilar? 3 gacha, 2 ham 3 ham nima qiladi? Kiradi, birlashgan. Demak, 4 kirmaydi, 4 dan nimagacha? Cheksizgacha. Xo'p, siz shu yechimda oldingiz. Mana shu yechim to'g'rimi desa, albatta bu qisman to'g'ri, hali 100% yechim emas. Chunki o'quvchilar mana bu joyda minus 1 ni o'zi ham minus 1 ni o'zi kirib turibdi-da. Tushunyapsizmi? Minus 1 ni o'zi nima qilib turibdi? Kirib turibdi. Xo'p, minus 1 ni qo'ysangiz nima bo'ladi? Ifoda 0 bo'lib, 0 dan katta yoki teng bo'ladi. Shuning uchun mana bunday qilib birlashgan deysizda, mana bu qavsdan foydalanib minus 1 ni o'zini ham mana bunday qilib yozib qo'yasiz. Ya'ni mana bu qavs gulli qavs bo'lib minus 1 ni o'zi kiradi degan ma'noda keladi. Tushundingmi? Tushunmadingmi o'quvchilar bu misolga? Tushundingmi? Xo'p, navbatdagi misolga o'tadigan bo'lsak o'quvchilar, navbatdagi misolimiz yaxshilab e'tibor berib turinglarda. Mana bunday ko'rinishda x kvadrat minus x plyusdan demak 1 ko'paygan 4 minusdan x ning qavsdan tashqari kubi taqsim o'quvchilar x demak minusdan 5 ning qavs kvadrati ko'paygan x demak plyusdan 1 katta yoki teng 0. Ha, mana bu misolimizda sharti bor edi. Endi uni o'zidan shartiga nisbatan yechib qo'yishlangan mumkin. Demak, boshladik. Bu misolda endi tengsiga yetishimiz kerak. Biz tengsigimizda demak mana bu yerda daraja kelyapti. Bu darajamiz qiymati toq bo'lganligi uchun buni yo'q deb hisoblasangiz ham bo'laveradi. Tushunarli? Demak, bu daraja toq bo'lganligi uchun yo'q deb hisoblasak ham lekin bo'laverar ekan. Ana endi mana bu daraja juft ekan. Bundan nima qilishimiz kerak? Hushyor bo'lishimiz kerak. Xo'p, demak boshladik. Har birining ichidan nimaga tenglab chiqishimiz kerak? 0 ga mahraj desa 0 ga nima qilishimiz kerak? Teng emas qilishimiz kerak. Demak boshladik. O'quvchilar x kvadrat minus x plusdan 1 ni 0 ga teng. 4 minusdan x ni ham 0 ga nima qilishimiz kerak? Teng. X minusdan 5 ni ham 0 ga nima qilishimiz kerak? Teng emas. X plusdan 1 ni ham demak teng emas 0 ga olishimizga to'g'ri keladi. Endi yaxshilab e'tibor beringlar. Mana bunda diskriminant 0 dan nima bo'lib qoldi? Kichkina a 0 dan katta. Bu doim nima ekan? Musbat. Bu bilan ishimiz bo'lmasa keyin yechim olayotganda, demak buni tashlab yuborishimiz mumkin. Xo'p, ana endi buni tashlab yuboradigan bo'lsak, x imiz nima teng bo'ldi? 4 ga, x imiz teng emas ekan, demak 5 ga, x imiz
x plusdan 1 edi mana bu narsa teng emas ekan minusdan 1 ga. Nechta chegara paydo bo'ldi? 3 ta. Endi mana bu musbat son bo'lganligi uchun mana shu qavsni tengsizlik ikkala tomoniga bo'lib olishimiz mumkin. Ya'ni musbat son bo'lganligi uchun bo'lganimizda natijada 4 minusdan x ni qavsdan tashqari kubi taqsim x dan minus 5 ning kvadrati va x plusdan 1 katta yoki teng 0. Endi qarang mana bu 4 minus x ku x minus 4 bo'lganda yaxshi bo'ladi. Shuning uchun ikkala tomonni minusga bo'lib olsak x minus 4 paydo bo'ladimi? Xo'p, nima bo'lar ekan? X minusdan 4 ning qavsdan tashqari kubi taqsim x minusdan 5 ning qavsdan tashqari kvadrati x plusdan 1. O'quvchilar minusga bo'lganimizda tenglik ishorasi bo'lib qoladi, o'zgarib qoladi va kichik yoki teng 0 dan bo'ladi. Ana endi yechim olayotganda biz mana shunga nisbatan olishimizga to'g'ri keladi. Tushunarlimi? Xo'p, mana bular to'g'ri kelaveradi. Ha, bular to'g'ri kelaveradi o'quvchilar. Tushunarli? Demak, bitta, ikkita, uchta. Son o'qida mana bunday ko'rishda bitta, ikkita va uchta deydigan bo'lsak, minusdan 1, 4 va 5 dedik. Ana endi tengsizlik ishorasi noqat'iy bo'lgani uchun suratdagilar bo'yaladigan bo'lsa, faqatgina 4 ni o'zi nima qilar ekan o'quvchilar? Bo'yaladi. 4 ni o'zi mana bunday oraliqlarga ajratdik. Endi yaxshilab e'tibor bering, bizning tengsizligimizda juft daraja bor. Kimda ekan bu ham? 5 ta. Demak, 5 ta atrofi bir xil ishora bo'ladi. Demak, plus, minus va nima bo'lar ekan? Plus bo'ladi. Endi savol tug'iladi, yechimni bunga nisbatan olamizmi yoki bunga desa, o'quvchilar yechimni mana bunga nisbatan olamiz. Chunki biz mana shuni to'g'rilab oldik-da. Xo'p, ana endi bu 0 dan nima ekan? Kichik yoki teng deyaptimi? Bu 0 dan kichik yoki teng bo'lishi uchun qanday ishoraga ega bo'lish kerak? Minus ishoraga. Demak, yechim mana bu oraliqda bo'lib qoladimi o'quvchilar? A? Demak, yaxshi x tegishli nima bo'ladi o'quvchilar? Minus 1 dan qatgacha 4 gacha 4 nima qilar ekan? Bo'yalar ekan. Tushundingmi o'quvchilar? Xo'p, navbatdagi misolimizga o'tamiz agar tushunayotgan bo'lsangiz. Navbatdagi misolimiz xo'p, misol sifatida x kvadrat plusdan x plusdan 1 ko'paygan x kvadrat plusdan 5x plusdan demak 4 taqsim x kvadrat o'quvchilar plusdan 5x plusdan 6 kichik yoki teng 0 mana bunday ko'rishda tengsi keldi. Endi bu tengsizlikka ham yechim beradigan bo'lsak, o'quvchilar yaxshilab e'tibor bering. Og'zaki hisoblaydigan bo'lsak, mana bunda diskriminant nolda nima? Kichkina a noldan katta. Bu qavsimiz ishorasi nima ekan o'quvchilar? Doimiy musbat. Demak, bu tashavvuri mana buni o'zini yechib qo'ysak bo'lar ekan. Ya'ni mana bu tengsizlik x kvadrat plusdan 5x plusdan demak 4 taqsim x kvadrat plusdan 5x plusdan 6 kichik yoki teng 0. Ana endi suratda 0 ga tenglash kerak, mahrajda 0 ga nima qilmaslik kerak? Teng emas qilish kerak. Buni yechimlari necha bo'ladi? 1 ha, nima bo'ladi? Minus 1 minusdan 4 bo'ladimi? Shundaymi? Xo'p, buni yechimlarichi? Minus 2 minusdan nima bo'ladi? 3. Bir daraja ko'ryapsizmi? Qavsni tashqarida bo'ladi. Yo'q, demak plus minus nima qilaveradi? Ketaveradi. Agar mana bunday ko'rishdagi darajalar kelsa, nima qilishimiz kerak? Bulardan birozgina hushyor bo'lishimiz kerak. Chunki ishorasi birozgina boshqacha bo'ladi. Shuning uchun tushunarli. Xo'p, ana endi demak bitta, ikkita, uchta, to'rtta demak to'rtta nuqtani joylashtirib olishimiz kerak o'quvchilar. Mana bunday qilib, demak qiymatiga nisbatan minusdan 4, minusdan demak 3, minus 2 va minusdan 1. Xo'p, surat tengsizligimiz ishorasi noqat'iy bo'lganligi uchun suratdan chiqqan savollar bo'yaladi. Demak, suratdan chiqqan savollar minus 1 bilan minusdan demak 4 bo'ladi. Mana bulardan nima qilish kerak ekan? Bo'yash kerak. Oraliqlarga ajratadigan bo'lsak, mana bunday qilib o'quvchilar musbat, manfiy va musbat bo'ladi. Ana endi o'quvchilar nima bo'ladi? Xo'p, bu 0 dan kichik yoki teng bo'lganligi uchun, 0 dan kichik yoki teng bo'lgani uchun bu ishorasi nima bo'lishi kerak? Minus bo'lishi kerak. Demak, mana bu shtrixlanayotgan sohalar, demak nima bo'ladi? Yechim sohasi x tegishli o'quvchilar minus 4 dan nechgacha? Minus 3 gacha birlashgan nima bo'ladi o'quvchilar? Minus 2 dan minusdan nimagacha bo'lar ekan? 1 gacha bo'lar ekan. Tushunarlimi? Xo'p, tushunayotgan bo'lsangiz, endi navbatdagi misollarga o'tishimiz kerak. Navbatdagi misolimiz, yaxshilab e'tibor bering, bu ham davlat imtihonida tushgan misolga o'xshaydi. Ya'ni x plusdan 7 ni qavsdan tashqarida 2015-darajasi, x demak minusdan 5 ni qavsdan tashqarisida 2016-darajasi va x plusdan demak 4 ni qavsdan tashqarida 2017-darajasi ko'paygan
O'quvchilar x minusdan 8 ni qavsdan tashqarida 2018 darajasi kichik 0 dan mana bunday ko'rinishda yuqori darajalar kelyapti. Endi bu darajalarda menga eng qiziq joyi, ya'ni juft yoki tog'ligi. Shunisiga e'tibor bersam bo'ldi. Tushunarli, tog' darajalar bo'lsa e'tibor qilmas ekanman. Juft darajalar bo'lsa, ularda atrofli bir xil ishoraga ega bo'lar ekan deb qo'ysam bo'ldi ekan. Tushunarlikmi? Xo'p, buni ichini 0 ga tenglar ekanman, buni ham ichini 0 ga tenglayman, buni ham ichini 0 ga tenglayman. Natijada x plusdan 7 teng 0, x minusdan 5 teng 0, x plusdan 4 0 ga teng bo'ldi. Tushunyapsizmi? Xo'p, x minusdan demak 8 ham 0 ga teng bo'ldi. X imizni demak birinchi qiymati minusdan 7, x imizni ikkinchi qiymati 5, x imizni uchinchi qiymati minusdan 4, x imiz to'rtinchi qiymati esa 8 ga teng bo'lar ekan. Tushunarli? Endi faqatgina mana bu 5 ta juft daraja bor, shunga hushyor bo'lish kerakki, qaysida ekan 8 da ham juft daraja bor, shularda hushyor bo'lishimizga to'g'ri keladi. Tushunarlikmi? Xo'p, 4 ta nuqtalarni sonlig'ida bitta, ikkita, 3 ta va 4 ta qiymatiga nisbatan birinchi minus 7 keladi. Minusdan 4, 5 va 8. Endi tengsizlik ishorasi qat'iy bo'lganligi uchun hech qaysinisi nima qilinmaydi o'quvchilar? Bo'yalmaydi. Demak, siz ham bo'yamaysiz, mana bunday oraliklarga ajratdingiz. Ana endi 5 ta atrofi bir xil bo'lishini bildingiz va 8 ham atrofini bo'lar ekan, bir xil bo'lar ekan. Plus minus bo'lar ekan. Tushundingizmi o'quvchilar? Xo'p, natijada 0 dan kichkina bo'lganligi uchun nimani olish kerak? Manfiy oralikni olishimiz kerak. Bizning tengsizligimizga yechim -7 dan nechigacha ekan? Minusdan 4 gacha bo'lar ekan. O'quvchilar tushunib oldingmi? Savollaring bormi, yo'qmi? Demak, yaxshi, xudo xolasa endi keyingi darslarimizni bunadan murakkabroq bo'lgan misollar ko'rib o'tamiz. Tushunarli?